Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Siz bilan bugun uyda домашний булочка pishirishni o'rganamiz. Demak, xolodilligimda bir burchagida qolib ketgan bitta kosa sutimni issiqdan iliqroq qilib oldim. Endi bundan birinchi qiladigan ishim apparat tayyorlab olaman. Uning uchun sut, 2 ta qoshiqda shakar, 2 ta qoshiqda shakar va 1 qoshiqda dro'ja solib olaman. Dro'ja va 4 ta qoshiqda elangan un solib olamizda. 4 ta qoshiqda elangan solib olib, bismillahirrohmanirrohim deb massani bir xil bo'lguncha aralashtirib olamiz. Mana obunachilar, mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi buni og'zini yopib, issiq holda yarim soatga oshguncha qo'yib qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, xamirimiz oralari g'avoy bo'lib ko'tarilib chiqdi. Endi qiladigan ishimiz bu xamirimizga bitta dona tuxumni cho'qib solamiz. Bitta dona tuxum cho'qamiz va qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qilib olamiz. Mana xamirimiz. Endi bunga qo'limizga yopishmay osongina ishlanishi uchun yarim piyoladan o'simlik yog'i solib olaman-da. Yana xamir qorishda davom etaman. Mana obunachilarimiz, xamirimizni tayyorlab oldik, yumshoq xamirimizni. Endi yuzini stresh qilib 1 soatga xamirimiz oshib chiqquncha issiqqina qilib ulab qo'yamiz. Manaki xamirimiz juda ham chiroyli bo'lib achib shishib chiqdi. Endi buni olamizda bir xil qilib yoyib olamiz. Xamirimizni obunachilarimiz, xamirimizni yoyib oldik. Endi bunga xona haroratida erib turgan sariyog'imizni hamma joyiga bir xil qilib surib olamiz. Mana obunachilarimiz, xamirimizni sariyog'ni surtib oldik. Endi qiladigan ishimiz bitta kosachada maydalangan yong'oq maydalab oldim. Endi bunga kichkina choy qoshiq bilan 6 qoshiqda shakar qo'shaman. Mana shakarimiz bilan yong'og'imizni bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Endi buni xamirimizni bir xil qilib xamirimizni sepib olamiz. Mana obunachilarimiz, mana shu ahvolda taxlab olamiz. Endi ko'rinishda buni 3 qavat qilib mana shu ko'rinishda taxlab olamiz. Endi buni har birini lentasimon qilib mana shu ko'rinishda kesib olamiz. Mana obunachilarimiz, kesib taxlagan lentalarimizni mana shu ko'rinishda aylantirib olamiz va ikkita uchini birlashtirib tugib olamiz va yaxshilab bir-biri bilan bog'lab olamiz va duxovka listiga terib olamiz. Mana obunachilarimiz, bo'lishkalarimizni chiroyli qilib bukib oldik. Endi qiladigan ishimiz mana shunday qilib tuxumlarimizni yuzini surib olamiz. Mana tuxumlarimizni ham surib oldik. Endi 200 gradus qizigan duxovka pechidan yuzlari chiroyli bo'lib qizarib pishguncha pishirib olamiz. Bo'lishkalarimiz juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Endi yuzlari yarqroq bo'lishi uchun yuziga ozgina asalli suv qildim-da, mana yuziga surib oldim. Mana juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring.